Bugun yangi O'zbekistonda yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Mamlakatimiz aholisining katta qismini yoshlar tashkil etar ekan, ularning sifatli ta'lim olishlari, kasb-hunar egallashi, o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi hamda munosib ish bilan ta'minlanishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlar natijasida ta'lim, tadbirkorlik va bandlik yo'nalishlarida mutlaqo yangi tizim shakllanmoqda. Bugungi kunda oliy ta'limning qamrovi kengaytirilib, yoshlarning oliy ma'lumot olishi uchun yangi imkoniyatlar yaratildi. Ayniqsa Qoraqalpog'iston Respublikasi yoshlari uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan har yili alohida qo'shimcha davlat granti kvotalari ajratilishi minglab yoshlarning orzularini ro'yobga chiqarishga xizmat qilmoqda. Bu esa hududning intellektual salohiyatini oshirish va malakali mutaxassislar safini kengaytirishga muhim omil bo'lmoqda. Davlatimiz tomonidan yoshlarni nafaqat o'qitish, balki oliy ta'limni tamomlagandan keyin ularning bandligini ta'minlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda Prezidentimizning tadbirkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash orqali yoshlar bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilinib, bitiruvchilarning o'z biznesini yo'lga qo'yishi, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda tadbirkorlik faoliyatini keng jalb etilishi uchun yangi moliyaviy mexanizmlar joriy etildi. Mazkur qaror ijrosi doirasida O'zmilliybank aksiyadorlik jamiyati tomonidan kelajak tadbirkori dasturi amalga oshirilmoqda. Mazkur imkoniyatlarni yoshlar orasida keng targ'ib qilish maqsadida O'zmilliybank mutaxassislari tomonidan Qoraqalpoq davlat universitetida bitiruvchilar ishtirokida seminar-trening tashkil qilindi. Unda kelajak tadbirkori dasturi, imtiyozli kreditlar loyihalarini moliyalashtirish tartibi hamda tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun yaratilgan imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. O'tgan yili bizda 6000 dan aslam studentlar bitirgan bo'ladigan bo'lsa, 82% жұмыс bilan ta'minlandi. Bu yilning o'zida de 7000 ga shamolas studentlar bitirib o'tirgan bo'ladigan bo'lsa, bularning mine bugungi yili bitkiru жұмыслары alib borib o'tibdi, biroq hozirgi vaqtimizдағы o'zgarishlardan hozirgi yoshlarımızның ham xabardarligi sifatida mine bu yilda 79% ga o'zi bitiruvchilar жұмыс bilan ta'minlanib bo'ldi. Ya'ni bitiruvchilarimiz ham жұмыс bilan band bo'lib, o'quv davrida boshlanib ketdi. Mine Milliy bank xizmatkorlari mine universitetimizning o'zida kelajakka qadam ofisi sho'llantirildi. Bu yerda de Milliy bankning xizmatkorlari har bir to'parlarga, fakultetlarga kiruv orqali ularning bilan birgalikda ishlov, biznes sho'ybarlarni tuzuv, sonымен birgalikda biznes sho'ybarlarini amalga oshirish uchun tanlovlardan sho'llantirilib kelmoqda. Mine bugungi kunga kelib 600 ga shamolas studentlarimiz 14 milliarddan ortiq pulni o'zi oldi. Ham birinchi qadamlarni bosib, o'zi жұмысқа da kirishib ketdi. Hurmatli prezidentimizga yoshlarga bunday imkoniyatlarni yaratib berib o'tirganini yoshlarimizning atidan o'zimizning minnatdorligimizni bildiramiz. Qoraqalpoq davlat universitetida tashkil etilgan Kelajakka qadam markazi ham bitiruvchilarning bandligini ta'minlashda muhim platformaga aylangan. Markaz orqali yoshlarning biznes g'oyalari shakllantiriladi, loyihalar ishlab chiqiladi va moliyalashtirish imkoniyatlari bo'yicha amaliy ko'mak ko'rsatiladi. Universitet bitiruvchisi Rayhan Nurmanova ana shunday imkoniyatlardan samarali foydalangan yoshlardan biri. U tadbirkorlikka ilk qadam loyihasi doirasida 20 million so'm miqdordagi imtiyozli kreditni olib, o'z faoliyatini yo'lga qo'ydi. Bugungi kunda mamlakatimiz tarafidan yoshlarga imkoniyatlar yaratib berilib o'tirdi. Сол imkoniyatlardan foydalangan holda o'zimning biznesimni boshlash uchun Milliy bank tarafidan yengillashtirilgan kredit oldim. O'zimning notebook kerak bo'ldi, notebook sotib oldim. Onlayn bizneslarimni rivojlantiryapman. O'zimning uyimga daromad kirgizib o'tirganimga quvonchliman. Shunday imkoniyatlar yaratib berib o'tirgan prezidentimizga minnatdorchiligimni bildiraman. Yosh mutaxassislarning mehnat bozoriga moslashuvini ta'minlash maqsadida yana bir muhim tashabbus Mening birinchi kasbim dasturi yo'lga qo'yildi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ushbu dastur asosida oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari stajirovka asosida tanlab olinadi. Tanlov g'oliblariga amaliyot davrida oyiga 2 million so'mgacha stipendiya to'lanadi. Bu esa yosh mutaxassislarning ilk ish tajribasini orttirishi va doimiy ish o'rniga ega bo'lishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur dastur imkoniyatlardan foydalangan yoshlardan biri Nukus davlat texnika universiteti bitiruvchisi Aynura Baltabayevadir. U Data Life Center mas'uliyati cheklangan jamiyatida amaliyot o'tash orqali zamonaviy axborot texnologiyalari yo'nalishida amaliy tajriba orttirdi va o'z kasbiy salohiyatini namoyish etish imkoniyatiga ega bo'ldi.
Менің тек арғы мамандығым IT тарауы менен байланыслы болғанлықтан біздер көптеген программалық таминатлар менен істесеміз, сондай-ақ жұмыс беруші компаниялар менен істесіп, олардың қандай программа ямасы бағдарлама қалып тұрғанын үйреніп шығамыз. Енді осы әмелият дәуірінде мен университетте ұстазларымнан алған білімдерімнің әммесін теориялық білімдерді әмелият давамында қолап көрдім. Әмде осы жерде ментор сипатында да жұмыс істеп, өзім қатары жастарға, менен кіші жастарға да университетте алған білімдерімді осы жерде бере алдым. Және де кәсібім бойынша көптеген көнікпелерге де ие болдым. Бұл жерде тек қана әмелият өтеп қоймастан, әмелиятым тамамланғаннан кейін ресми түрде жұмысқа орналастым. Енді бұл бір жағынан қаттыға қуанышлы, себебі мен ертеңгі күнім не болады, біткергеннен кейін жұмыспенен бәнт бола аламын ба деп жүрген сұрауларыма осы жойбар, яғни менің бірінші кәсібім жойбар арқылы жауап таба алдым. Осы орында құрметлі президентімізге біз жастар үшін осындай имканиятлар жаратып беріп отырғанлығы үшін айрықша minnettarchiligimni білдіремін. Өзімнің IT компаниямды жолға қою мақсатым болды. Сол мөнәсәбетпен студент жастарды мен жұмыспен тәмінлегім келді. Сол мақсатты бірінші өзім алдыма қойдым. Құрметлі президентіміздің 210 санлы қарары менен менің бірінші кәсібім атлы жойбарында маған үлкен жәрдем бермекте. Сол мөнәсәбетте Балтабаева Айнура біздер хақы төленетін әмелиятқа қабыл еттік. Ол өзінің жауапкершілігімен, жұмысқа деген ынтасыменен біздердің жамаатымыздың сеніміне ерсе алды. Жойбар давамында президентке алғыс айтпақшымын, себебі біздердің жастарға жүда көп имканиятлар һәм шариатлар жаратып беріп атқанына. Біздердің белсенді өзін көрсеткелген Милли банкқа үлкен рахмет айтқым келеді. Олар біздерге белсенділік көрсетіп, студент жастарымызды жұмыспен ta'minlauga көмектесіп atqanlar. Bitiruvchilar bandligini ta'minlashda yana bir muhim tashabbus Talaba Invest loyihasidir. Mazkur loyiha doirasida oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarni ishga qabul qilayotgan korxonalar imtiyozli moliyaviy qo'llab-quvvatlanmoqda. Shunday korxonalardan biri Transumid Nukus korxonasi. Bu yerda plastik eshik va oyna romlari ishlab chiqarish faoliyatini kengaytirish maqsadida zamonaviy uskunalar xarid qilish uchun 800 million so'm miqdorda imtiyozli kredit olindi. Eng muhimi, loyiha doirasida 10 nafar oliy ta'lim muassasasi bitiruvchisini doimiy ish bilan ta'minladi. Ular orasida yosh mutaxassis Bibinaz Habib Nazarova ham bor. Bugun u o'z kasbiy faoliyatini zamonaviy ishlab chiqarish korxonasida davom ettirib, egallagan bilimlarini amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llamoqda. Қарақалпақ мемлекеттік университеті биылғы біткерушісімен президентіміздің қарарына муафық келешекке қадем бағдарламасы текарында қазіргі уақытта мен үш біткере сала жұмысқа қабылдандым. Бұнан қатты қуаныштымын растадым. Себебі білесіз, қазіргі уақытта көп ойлайтын едім, көпшілік оқып жатырды, бірақ жұмыс табу қиын. Үшінші курстан бастап өзім іздестіріп басладым, не қылсам екен, қайтсам екен деген затлар болды, бірақ қазіргі президентіміздің парманы маған қатты қол болды. Одан қатты қуанышлы болдым. Әммесі өзімнің күйеуімдегідей президентімізге рахмет. Біз жастарға, қазіргі уақытта көпшілік жастарымызға, жастар үшін беріп жатқан имканиятларына көп рахметлер айтамын. Айна хақпен көп жылдан бері тәжірибеміз болғанлығы себеплі, және де біздердің тарауымыз кеңейту үшін Милли банктың 800 миллион сом мударында біз кредит алдық, жеңілдестірілген кредит. Бұл кредиттің шартларында бар екен. Talaba Invest деген проект бұл. Шарты университет бітірген жас студенттер жұмысқа алу. Біз мұнан астам студенттерді жұмысқа алдық, аз жұмыспен ta'minlendік, шартларын орындадық. Президентімізге рахмет, осындай шариатлар бізге жаратып берген үшін. Yoshlarning biznes g'oyalarini qo'llab-quvvatlash, ularni moliyaviy jihatdan rag'batlantirish va bandligini ta'minlash borasida o'z Milliy bank tomonidan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bank mutaxassislari nafaqat kredit mablag'larini ajratish, balki loyihalarni shakllantirish, maslahat berish va ularni muvaffaqiyatli amalga oshirishda ham yaqindan ko'maklashmoqda. Өз бизнесін басламақшы болған жастарға айрықша e'tibor qaratılып, келешекке қадам дәстүрі шеңберінде 1169 біткеруші жастарға 35 миллиард сомға жақын имтиязлы кредиттер ажыратылып берілді. Осы ажыратылған кредиттер есебінен 87 микрожойбарлар әмелге асырылып, 103 жаңа жұмыс орынлары жаратылды.
Bugungi kunda yoshlarimiz tarafidan xizmat ko'rsatuv, savdo, ishlab chiqaruv, avul xo'jaligi ham boshqa da tarovlarda o'z biznesini yo'lga qo'yib, ekonomikamizning rivojlanuvini o'z ulesini qo'shib kelmoqda. Bu o'rinda Milliy bankning tekarg'i vazifalaridan biri har bir bitkiruvchi yoshning biznes ideyasini amalga oshirib, ularning bandligini ta'minlash ham turaqli daromadga ega bo'luvini ta'minlashdan iborat. Bugungi kunda bank tomonidan oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik yanada kengaytirilib, bitiruvchilarning tadbirkorlik salohiyatini yuzaga chiqarish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda ularni zamonaviy iqtisodiyot talablariga mos faoliyatga jalb etish ustuvor vazifalardan biri sifatida davom ettirilmoqda. Жеңілдетілген шартларда кредиттер ажырату арқылы жастардың іспермелік қызметі қолдап қуатланбақта. Жыл ақырына жекем 26,7 миллиард сом мөлшерінде кредит ажырату һәм соның нәтижесінде 186 жаңа жұмыс орындары жарату ержелген. Бұл жастардың жұмыспенен тәмінлеуге һәм іспермелік іскерлігін жолға қоюда үлкен мүмкіншілік жаратады. Yaratilayotgan bunday imkoniyatlar yoshlarning orzu va maqsadlarini ro'yobga chiqarish, ularning bilim va salohiyatini amaliy natijaga aylantirish, eng muhimi esa barqaror bandligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bugun ta'lim, tadbirkorlik va bandlikni uzviy bog'lagan ushbu tizim yuzlab, ertaga esa minglab yoshlarning muvaffaqiyat hikoyalariga asos bo'ladi. Zero yoshlar kelajagiga qilingan investitsiya mamlakat kelajagiga kiritilgan eng muhim sarmoyadir.